Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 10 mart kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahri hamda Toshkent viloyatida 10 mart kuni havo bulutli bo'ladi, ayrim hududlarda yomg'ir yog'adi. Kunduzda havo harorati 7-9 daraja iliq bo'ladi. Shamol sharqdan soatiga 10-15 km tezlikda esadi. Samarqand viloyatida ham bulutli ob-havo kuzatiladi. Ayrim joylarda yomg'ir va qor aralash yog'ishi mumkin. Harorat kunduzi 7-9 daraja atrofida iliq bo'ladi. Shamol 12-18 km tezlikda esadi. Farg'ona vodiysida Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida 10-mart kuni havo bulutli va salqin bo'ladi. Ayrim joylarda yengil yomg'ir yog'ishi mumkin. Kunduzi harorat 9-11 daraja atrofida bo'ladi. Shamol 10-15 km tezlikda esadi. Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida 10-mart kuni bulutli va ayrim joylarda yomg'irli ob-havo kuzatiladi. Kunduzi harorat 8-10 daraja iliq bo'ladi. Shamol 12-18 km tezlikda esadi. Buxoro hamda Navoiy viloyatlarida 10-mart kuni asosan quruq ob-havo saqlanadi. Kunduzi havo harorati 13-15 daraja iliq bo'ladi. Ayrim hududlarda shamol 15-25 km gacha kuchayishi mumkin. Qashqadaryo hamda Surxondaryo viloyatlarida 10-mart kuni havo bulutli bo'lib, ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Kunduzi harorat 10-12 daraja atrofida iliq bo'ladi. Shamol 10-15 km tezlikda esadi. Xorazm viloyati hamda Qoraqalpog'iston Respublikasida 10-mart kuni havo nisbatan salqin va shamolli bo'ladi. Kunduzi harorat 11-13 daraja atrofida bo'ladi. Shamol ayrim joylarda soatiga 20-30 km gacha kuchayishi mumkin. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.